Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemizle başlayımız. Leksiye dışılı ağacı rozu. Washington'da sözdeyimiz hürmetli vatandaş. Bugünkü İslağış 2023 yıl 11. ayının 25. gün haftige şembe vatandaş. Bugün sizlerge sözdeydik vaziyetimiz hakkında aval deyli. Tünügen 24. günü yani 11. ayının 24. günü Tayvan saylam namzatları asası cihette mukamlaştı ve tızımlaştı kaldı degендek. Mesela bunun da iki partiyenin hemkarlığı, Kuomintang partiyesi Xitayning, anandayken köbinci Purala partiyesi köbinci Tayvan Xitaylarının bula hesapta birleşip saylamga qatnaşmakçı idi. Bu berbat oldu. Bu mağlup oldu. Mağlup bolganda bunun mağlubiyetiga sebep çıkar buladigan kişi kim? Del muşu Tayvan'da muşu saylam gruppasını yakı muşu birlikni kurup çıkıvatkan köbinci. Andın Tayvan Kuomintang'ın huyuyi deydigan adım emas olmu veya ki bulanın keynidikiler. Mesela bulanın keynidikiler arlıq dedik o. Eğer kim köbinciga bilet taşlaydigan bolsa o reis Xi Jinping'e bilet taşlaganlık boludu dedi. Pul qaraydigan jilla deb arlıq sizlerge bir sözüldük. Hesapta köbinci degen adamın kendi Cumhuriyet Kompartiyası. Endi Kuomintang o ikinci bir xil şekillik kompartiya deseniz boleli verdi. Hemisi Xitayning partiyası deyli. Bu yerda mağlup bolgan kişi kim boludu deseniz hazır Merkezi Komiteye daimi komitet azalarından birisi hesaplangan Wang Hu'nun. Belki reis Xi Jinping'nin en şenşlik adamı demigendimi lekin nazariyetçi, danışmanı, akıldamanı bu kişi muşu ağırlıkta hesapta keyinki bir yıl içinde Tayvan işlerine, Tayvan boğazı işlerine mesul oldu vatandaş. Demek bugün Tayvan'da namzatının mağlup polisi köbinci huyuyi degenlerinin ameliyatı bu. Merkezi Komitet Siyasi Büro daimi azası Wang Hu'nun mağlup bolganlığı bulup hesaplandı. Ondaqda bu 7 kişi içinde bir siyasi büronun azası mağlup oldu. Bunu tesiri reis Xi Jinping'e qandaq yetip kelýär, qandaq tesir görürsüdür. Reis Xi Jinping bu kişinin hizmet başkuruş, işleş ve hizmet stili galba qilish, mağlup boluş hareketlerine qandaq muamildi buldu. Bu yerde bir hakikat var vatandaş, nime? Xitay Kompartiyası deyimiz dekin Xitay devlet rehberlerdeki bir alaylık şuken ki zorlap durup, akıdığan, akmaydıganlıkını bilip durup, akmaydıgan bir siyasi meslekki mecburi kol seleş, bu mağlup bulduğanlıkını bildirdi vatandaş. Bir yada hazır Cumhuriyet Kompartiyası'nın Tayvan cemiyetindeki küçü, sınıp kirgen küçü, veya ki Tayvan cemiyetinde Tayvan İşler Komiteti, Kuruluk Komiteti degendek Cumhuriyet'in komitetlerini kollaydıgan içtimai kuşның, siyasi kuşның qandaq kelligiden gep qilmaylar vatandaş. Ameliyatı allaqachon sınıp kirdi. Bu mutlak. Cumhuriyet Kompartiyası'nın Tayvan cemiyeti sınıp kirişi bu mutlak. Bugün qaraganda hazır bu saylam namzatları mağlup oldu vatandaş. Tünügün mağlup oldu. Endi fakat eşip qağını Amerika'da turuşluk yani hazır sabık Amerika turuşluk Tayvan vakaletxanasının başlığı Sumi için. Ayal kişi onun emra bulduğun kişisi növbetteki Tayvan Prezidenti Sayın'ın muavini Lei Ching'di. Hazır qaraganda təsir ve siyasi təsir peyda qilishdan qaraganda Lei Ching'de özü bir yaxda qilib, onun muavin bolğucu ve şunun için saylamga qatnaşmakçı buluvatkan Sumi içinden təsiri hadep otturğa çıkıvatıdı. Bugün ki pulga qaraydıgan yıllarının programımızda
Min Jujun Tayvanlik professor, siyasi sotsiolog. Bu adam bugün pulqıraydigan yıllağı şundaq dedi. Qo'yilgan mavzu nima deseniz, Washington Postisi maqola e'lon qildi. Maqolada ko'rsatilgan mazmun agar sen Tayvan bo'g'izining hozirgi holatini o'zgartirdi ekansan, aralashadi. Amerika nayt chonqur aralashadi dedi. Agahlandırış bedi deydi Min Jujun efendi. Yana bir cümle yeni koşulgan gep nima desiniz? Demek bu saylamda Min Jujun bu saylamda Lay Ching-te bilen Sumi için bu ikisi birleşip Tayvan'da Demokratiya Taraqqiyot Partisi yana bir qatim g'alaba qilib, yana bir qatim prezident bo'lib saylanadigan bo'lsa bu partiyaning nomzodlari. Min Jujun deydi ki, bu Tayvan'ın buruluş noktası bulup qaladı deydi. Gepning eg'irligi mana bu yerda vatandaş. Ishqilib, bu qatimqi Tayvan'daki saylamda Lay Ching-te bilen Sumi için tutib chiqadigan bo'lsa, Demokratiya Taraqqiyot Partisi yana tutib chiqadigan bo'lsa, prezident Sayyivining ishlariga varislik qiladi. Masalan, bu varislik qiladigan ish bo'libmi prezident Sayyivining ikkinchi qatim saylangandan hisoblaganda prezident Joe Biden hukumati va Tayvan hukumati bilan bo'lgan munosabat, diplomatik munosabatlarni aytganda butun dunyo hayrana has bo'lib qoldi. Vatandaş hep hayran qaldı. Amerika Tayvan münasebetining mushu taraqqiyotiga butun dunyo hayron qoldi. Mushuningga yana varislik qiladi degan gap. Lay Ching-te hozirgi muavin prezident, rasmiy prezident qaylanganda mushuningga varislik qiladi, mushu diplomatik munosabatga varislik qiladi degan. Buning ma'nosi nima? Jungoga tahdid etib keladi degan. Buning ma'nosi nima? Hozir saylamda nomzod bekitildi hisobda. Qalgan saylanmış tushgan nomzodlar chiqib ketdi. Buning ichida bugun 24-kuni tushdan keyin Eliqa Fushkanning xo'jayini Gotaymingni bilasizlar-ku. Gotayming saylamdan chekinib chiqqanligini e'lon qildi. Buni obzorchi Liyiping nima deb tushundingiz desiniz, buning saylanma qatnashib prezident bo'lish muddaoyimi yo'q. Buning qilindigani faqatla Jungo quruqligidan Fushkanning mal besatini qandoq chekindirishning usul chorasini o'ylab baqqan edi, lekin bu oqmadi. Bugün endi yana bir xabarda nima deyildi desiniz, hozir Jungo Kompartiyasi Fushkanga, Jungodagi Fushkan shirkatlariga qo'shib hammasiga 880 million yuan jarimani qo'ygan gap vatandash. Bundan Fushkanga nima uchun shundoq zarb berdi Jungo Kompartiyasi deganda dastlabki boshlanish bilan Fushkan Tayvanda saylamga qatnashib, Gotayming uni buni deydigan bo'lsa, Tayvanda prezident nomzodi bo'lib o'ttirg'i chiqayotgan Lay Ching-te'ga yo'l ochiladi deb zarba berdi degan gap bu o'ttirg'i chiqqan edi. Hozir endi nima ekanligi bu murakkablashib ketdi vatandash. U odam tunugun bo'ldi, men saylamdan chekindim deb chiqib ketdi. Endi hozir bizning diqqatimiz nimada eding? Min Jujun professor, siyasi sotsiolog Tayvanning shuning degan bir eg'iz gapida. Agar saylam mushundaq taraqqiy qilib Lay Ching-te Sumi için bular bu qatim Tayvanda saylamda g'alabaga erishadigan bo'lsa, demak 2024-yildan boshlab Tayvanning burilish nuqtasi bo'lib qoladi deydi vatandash. Endi biz buning qarayli. Jungo Kompartiyasi hozir nomzod masalasida aralashdi Tayvanning ishiga. Hatta Kaliforniyada San Fransisko suhbatida prezident Joe Biden Rais Xi Jinping shundaq dedi, Tayvanning ishiga aralashma dedi. Lekin buning bilan u Jungolik aralashmaydi, degili bo'lmaydi, aralashdi hozirgacha. Dedi qani Wang Huning riyosatchilik qildi, boshqurdi, aralashdi, mag'lub bo'ldi dedi-ku. Endi Jungo Kompartiyasi Tayvan saylamiga aralashib, masalan, nomzodlar masalasida aralashib,
hazır mağlup boldu. Onun bundan keyinki hareketi neme boludu degan gap. Bir ay kaldı. Tayvan'da saylan başlandı o vatandaş. Bir ay kaldı Tayvan'da saylan başladı. Muşu arlıqda vaziyet neme bolish kerak? Agar Cungolukning gepi bo'yicha aytganda, Cungolukning so'zi ma'nisi bo'yicha aytganda, bu vaziyatda nima bo'lish kerak? Tayvanda Tayvanga hujum qilg'idak Jungo Kompartiyasining jur'ati bormi? Jungo Kompartiyasining jur'ati bormi? Tayvanga qurolli hujum qo'zg'idak Jungo armiyasining jur'ati bormi? Yo'q. Bormi yo'qmi? Mushu masalaning o'zim halqiliq masala vatandaş. En halqiliq masala. Mesela joy-joylarda qarasangiz hozir oq qog'oz inqilobini xotirlayotgan xanzu yoshlarni ko'rasiz. Mayli London, mayli New York, mayli qayerda. Ayni chog'da ular oq qog'oz inqilobini qo'llagan edi. Hozir Jungo yoshlardimi ancha-muncha uyg'unish paydo bo'lyapti deyli. Mushundaq ahvol ostida tavakkalchilik qilib Tayvanga put atadigan, mush atadigan bo'lsang, Tayvanga o'zining tayyorligini qilib bo'lgandi balki. Biroq Jungo xalqi degan mushu abstrakt hukumning qo'llashiga erishalamsa yo'q, buning o'zi bir gap. Endi hozir men 24 bugun 25 Tayvan saylam nomzod aralashdi, boshqarmoqchi bo'ldi, o'zining nomzodlarini o'ttirg'i chiqarmoqchi bo'ldi. Bu Jungo Kompartiyasining nomzodi Kuomintang mag'lub. Jungo Kompartiyasining nomzodi Kovinji Purala partiyasi mag'lub. Qani endi nima ish qila olasizlar? Mening demoqchi bo'lganim qo'ygan savolim mana shu savol vatandosh.